Agar Suriya armiyasi tuyuqsiz chegarani kesib o'tib, bevosita Hizbullahga hujum qilsa, sizningcha qandaq urushni ko'rishimiz mumkin? Bu urush dal Trampning o'zi arzu qilgan urushi. Xaritaga qarasak, bundaq bir harakatning Qusayr orqali elib berilganligini tasavvur qila olamiz albatta. Suriyaning Humus shahrining g'arbiga joylashgan bu chegara shahri Damashqning hozir askar, bironik va raketa qismlarini to'plagan asosliq markazi deb qaraladi. Qusayrdan harakat qilgan Suriya qismlari Shimoliy Livandagi Baka vodiysiga bo'libmi Hermil rayoniga bevosita kiradi. Chunki bu liniya yo'l yillar bo'yi yasalgan tonellar va qochoqchilik yo'llari bilan qoplangan bo'lib, harbiy singib kirish uchun eng yaxshi yo'l. Uning orqasidagi Telkala va Janubiy Tartus liniyasi bu armiyaning orqasiga to'planib, topchilar birinchi liniyadagi qismga yordam berish uchun orqa saf bazasi bo'lib xizmat qiladi. Biz hamda kona ojiz hokimiyat armiyasiga emas, balki muntazamlashgan bir Suriya armiyasini ko'ramiz. Yangi Suriya armiyasi Tahrir Sham va boshqa sobiq qo'zg'olonchi guruhlardan to'plangan. Hamda yillardan beri jang tajribasi to'plagan saviyalik jangchilardan tarkib topgan. Bu kishilar 2011-yildan 2024-yilgacha bo'lgan 13 yil ichida Halab va Idlibda shahar urushi, Tonul urushi va tog' partizanlik taktikalarını öğrengen. Buningdan boshqa ular ilgari bu oldingi sap turgan nurg'un Hizbullah bilan yuz turana to'qinishgan. Shunga ular dushmanlarini va yer shaklini nihoyat yaxshi biladi. Bu to'qinishlarda kimning harbiy ustunlikka ega ekanligini faraz qilish biz uchun nihoyat tez. Chunki bu ikki taraf Suriya ichki urushida bir-biriga duch kelganda belgilik bir tanglama bor edi. Rossiyaning havo kuchi, yer yuzidagi Shia qurolli kuchlari Asad hokimiyati armiyasi va Hizbullahga intayin muhim yordam bergan. Suriya qo'zg'olonchilari havo mudofaa sistemasi bo'lmag'achqa, bu havo kuchiga qarshi intayin qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu oxirida chekinish va yer yuzida zo'r miqdorda zamin yo'qotishga olib kelgan. Biz amaliyotda bu tanglimini 2015-yildan keyingi Suriya ichki urushi mezgilida ko'rdik. Suriya davlat qurilmasini saqlab qolgan taqdirda ikki tarafning havo yordami bo'lmagan ahvollarda agar ular Suriya Livan chegarasidagi Baka vodiysi qatorliq rayonlarga kirsa, biz qattiq janglarni ko'rishimiz mumkin. Qandaqli bo'lmasin, kimning g'alaba qiladiganligini bekitish nihoyat tez. U Isroiliyaning Hizbullahga qarshi ko'rishining bak uzunga so'zilganligini va fuqarolarning o'lish nisbatining oshganligi sababidan albatta. Shunga taraf hal qilish chorasini Damashqqa qoldirishni o'ylashgan. Trump hatto Isroiliya bu urushni bir taraf qila olmasa, Suriya armiyasi Livanga kirib, Hizbullahni yo'qotishi kerakligini aytdi. Trumpning so'ziga qaraganda, Ahmad Shari bu xizmatga eng mos keladigan odam. U nihoyat qobil, qaysar va kuchli rahbar. Bu qog'ozda ishlashi mumkin bo'lsa-mu, harbiy va diplomatik reallikka qaraganda ahvol boshqacha. Damashq yanada o'zining ichki ishlarini tartibga solishga tirishmoqda. Ichki bexatarlik, Isroiliya hujumlari, Daesh qalduqlari va mazhablar aro to'qinishlar bilan Ahmad Shari'ning yangi chet el tavakkulchiligiga otlanishi asosan o'zini o'ltirib olish bilan barobar deb qaraladi. Shunga u harbiy aralish ideyasini qat'iy rad qildi. Eng muhim harakat chegara bo'yidagi qochoqchilik yo'llarini taqash yoki Suriyaga kirishga uringan Hizbullah kuchlariga qarshi top hujum qilish bilan cheklanadi. Trumpning bu turalg'u bomba portlashi yoki Livandagi fuqarolarning qurbon bo'lishiga bo'lgan inkosini tuyuqsiz axloqiy uyg'onish yoki haqiqiy insonparvarlik andisining belgisi deb qarash intayin xato qarash bo'ladi. Livandagi bu uzunga so'zilgan urush uning asosliq maqsadi bo'lgan Eron bilan tuzishni planlagan kelishimni buzish xavfiga apurdi. Amerikaning Suriyani Livan ichki urushda qatnashtirishga urinishining orqasidagi asosiy mantiqsi bo'lsa, Amerika bilan Iran o'rtasidagi bu tushunish aslatmasi doirasida tushunishga bo'ladi. Bu yerda Amerika bilan Iran o'rtasidagi kelishimda Livanning kelishimining moddalarining biriga aylanishi va u yerda urush to'xtashining qo'lga keltirilishi. Isroiliyaning Livandagi faoliyatlarini to'xtatishni Amerikaning keng doiralik Iran kelishimi jarayonining bir qismiga aylantirdi. Washington bilan Damashq o'rtasida bir mezgildan buyon kutilmagan yiqilish yuz berdi. 2024-yil 12-oyda Asad hokimiyati ag'darilgandan keyin ikki davlat o'rtasidagi muz tez sur'atda eridi. Trump bilan Ahmad Shari kam deganda 3 qatim yuz turani ko'rishdi.
Шуңа Вашингтон Дамашq hokimiyetining rayon tanlamalarida foydali, hatto vakolatan harakatchan o'rin sifatida ko'rsatishni umid qiladi. Amerikaning Suriyaning Sharqiy Livanga aralashishi va Hizbullahning qurolsizlanishi plani yangi masala emas. Bu talab bu yil martda Amerika va Isroiliyaning Ironga qarshi harakati boshlanish oldida turganda Suriyaga rasmiy qayta ta'kidlangan. Biz Hizbullahning qurolsizlantirish kun tartibining necha yillardan buyon mavjud ekanligini bilamiz. Amerika Livan armiyasini kuchaytirishga urinib, uning atrofida kun tartib qurgan. Ammo Livanning ichki siyosatidagi cho'nqur parchalanish va qalaymaqan muhit balkim 1930-yillardan boshlab Hizbullahning qurolsizlantira oladigan yoki davlatning qurolliq kuch monopolligini saqlab qola oladigan Livan davlati, hukumatı yoki armiyasi yo'qligidan darak beradi. Bu ahvolda o'xshashli Isroiliya yangi bir tanlashga muhtoj bo'ladi. Isroiliya hatto buni qasdan siyosiy jihatdan yuzga putlashga urinish deb qaraydi. Isroiliya Ahmad Sharining o'tmishini unutib qolmadi va qo'shni davlatda islomchi deb atalgan bir hokimiyatning hokimiyat beshiga kelishini hargiz xohlamadi. Asosliq bilan Janubiy Livanda qilib, Hizbullah butunlay qurolsizlantirilguncha o'zining buffer rayonini boshqarish. Yer yuzidagi vaziyat shu yo'nalishda taraqqiy qilmoqda. Martning o'ttirlarida Isroiliya Litani daryosigacha bo'lgan 600 kvadrat kilometrlik bir rayonni kontrol qildi. Aprel va iyunda Amerikaning vositachiligi orqali uzartilgan ojiz urush to'xtatish kirishimiga qaramay, kanitlarning vayron qilinishi davomlashmoqda. O'zaro tizgin uchqu aeroplan hujumlari va hujum qilish, qachish harakatlari davomlashgan sari Netanyahu o'zining niyatini aniq o'ttirib qo'yib, biz Livanning janubidan lozim bo'lgan vaqtgacha turamiz, chekinib chiqmaymiz dedi. Bexatarlikni sirtqi bir kishiga, bo'libmi Suriyaga o'xshash oldin faraz qilg'ili bo'lmaydigan bir kuchga topshirish Isroiliya bexatarlik organlari uchun qizil siziq. Isroiliya yangi Suriyani oshkora dushman va tahdid deb qaraganligini, hatto uni Turkiya bilan raqobat maydoni deb qaraganligini o'ylaganda, Isroiliya Hizbullahni yo'qotishni xohlagan taqdirdami, Suriyani buningga aralashtirishni xohlamaydi. Shunga Amerika plani Isroiliya uchun ancha muvofiq emas. Tarafning Isroiliyaning dunyoning nazarida asta va qobiliyatsiz ekanligini ayblishi ular uchun jiddiy andisha paydo qiladi. Netanyahu buni Trumpning Iron kelishimini Isroiliyaning bexatarligidan ustun qo'yganligi deb tushunadi. Tabiiyki, Isroiliya oxirida buni o'zi qila oladi. Ya'ni Hizbullahni qurolsizlantirish bahonasi bilan Livanga tajovuz qiladi. Va Isroiliya kabinetining yaqinqi bayonotlarida ko'rganimizdek, u Amerikaning Suriya armiyasini Livanga kirgizish tirishchanligiga ochiq qarshi turdi. Ular qarshilik ko'rsatishi va buni o'zlari bir taraf qila oladiganligi bo'lgan ching turishi to'g'risida nihoyat qiziqarli bayonotlarni berdi. Hizbullah bo'lsa qandoq bo'lishidan qat'iy nazar har qanday chet el harbiy aralashishiga butunlay qarshi turdi. Ular o'zlarining mavjudligini nishon qilgan bu tashqi kuchdan qo'g'lab chiqarilgan qurolsizlantirish adliyalari va turlarini bevosita rad qiladi. Bu tashkilot Trumpning Isroiliyaga qaratgan tanqidlarini samimiy deb qaramaydi va ularni ojizlashtirish strategiyasining bir qismi deb qaraydi. Shundaqla chegara bo'yida yangi Suriya armiyasining kuchayishi va muhim qochoqchilik yo'llarining uzilib qolishi bu tashkilotni qattiq beram qilmoqda. Bu qalaymaqonchilik ichida Suriya bilan Livan o'rtasidagi munosabatlar yangi bir burilish nuqtasida turmoqda. Asadning vazifasidan ayrilishi Hizbullahga eng og'ir zarba berdi. Chunki Irandan keladigan qurol-yarog' va mablag'ning tirikchilik liniyasi bo'lgan muhim quruqlik yo'li butunlay uzilib qoldi. Yangi hukumat ideya jihatdan Hizbullahga qarshi turdi. Livan Suriya chegarasida 10 yillar bo'yi ko'nib qolgan zulm ichidagi cho'ng qarindosh modeli rasmiy yiqildi. Beyrutning siyosiy va bexatarligini necha yillardan buyon boshqarib kelgan ko'hna hokimiyat yo'qoldi. Yangi hukumat Livan bilan ikki teng huquqli mustaqil davlat asosida munosabat o'rnatishga tirishmoqda. Damashq o'zaro elchixonalarini echish orqali o'zining so'zlarini harakatga keltirdi. Hozir Damashqning Livan ustilidagi oldingi o'rinda turadigan ishlari o'zining ichki bexatarligiga qarab texmi konkret qadamlarni tashlashdan iborat. Tizimlikning eng beshida chegaraning to'liq bexatarligini kafolatlantirish turadi. Buningdan keyin necha yillardan buyon Livan turmalarida qamalib qolgan yuzlagan Suriyaliklarning Damashq qabul qiladigan shartlar ostida qaytib kelishi va Asad davrida Livanda panohlangan sobiq hokimiyat amaldorlarining taqdiri bor.
Bulardan keyingi maqsad Livan bankalarida saqlanib qolgan Suriya pullarini qaytarib olishdir. Amaliyotda ikki davlat Isroiliyaning chegara halqagan hujumlaridan zo'r darajada ziyonga uchradi. Asad ag'dirilgandan buyon Isroiliya Suriyaga 600 qatimdan ortiq hujum qildi. Uningdan boshqa ular Suriyaning janubiy va Golan egizligidagi yangi zaminlarni qo'shib olish uchun faol tirishchanlik ko'rsatdi. Livan sepida ziyonlar texmo ig'ir. Martdan buyon tajovuz qilishga urinishda 3000 ga yaqin odam hayotidan ayrildi. Trump aprelda urush to'xtatishni e'lon qilgan bo'lsa-mu, janubdagi hujumlar va majburiy ko'chishlar to'xtamadi. Turkiya va Saudiya Arabiston Suriya va Livanga Isroiliyaning kengayish siyosatiga qarshi Washingtonga besim ishlatish uchun harakatlarini moslashtirishga besim ishlatmoqda. Turkiyaning bu pozitsiyasi albatta Damashqning bevosita harbiy aralashishini qo'llamaydi. Erdo'g'anning Turkiyaning bexatarligini Beyrut va Damashqning muqimligi bilan bevosita bog'lagan bayonotlari dal mushu strategiyaga ishorat qiladi. Suriyaning yangi tashqi siyosat prinsiplariga o'xshash Turkiyaning usuli Suriyani qayta qurish va uning diplomatik yolg'izlikni buzib, dunyoga birlashishi asosida shakllangan. Bu to'g'risida Ahmad Shari mundaq deydi. Ig'ir to'salg'ular sababidan Livanga askar avatish planimiz yo'q. Biz urushda vayron bo'lgan bir davlatni qayta qurishga tirishyapmiz. Agar biz jang maydoniga kirmoqchi bo'lsak, buni oshkora etqudek jur'atimiz bor. Suriya inqilobdan keyingi tashqi siyosatini butunlay davlatni qayta qurish, diplomatik yolg'izlikni oxirlashtirish va iqtisodning asliga kelishiga asoslanganlikdan bundoq aralashish uning tashqi siyosatining asosiga zid keladi. Isroiliya bo'lsa Asadning yiqilishidan foydalanib, mudofaa ministrligiga hujum qilib, Xirmon tig'ini egallab olib, oz sonliq durozlarning qo'g'dug'uchisi bo'lib, Suriyani qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Natijada davlatning ichki vaziyatini muqimlashtirish, Isroiliyadan keladigan tahdidni kontrol qilish va vayron bo'lgan shaharlarni qayta qurish uchun zarur bo'lgan mablag'ni qo'lga keltirish uchun talab qilinadigan tirishchanliklar shuncha ko'p bo'lg'achqa Livan masalasi Damashq uchun oldin qo'rinda turmaydi. Ba'zi tahlilchilar bu masala to'g'risida mundaq qaraydi. Yaqin oylarda O'rta Sharqda yuz bergan harbiy va siyosiy harakatlar Damashq bilan Tel Aviv o'rtasida intayin aqlliq bir yushurun o'yinning elib berilganligini ko'rsatmoqda. Suriyaning rahbari Ahmad Sharat tarafidan loyihalangan deb qaralgan bir siyosiy taktika Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahuni siyosiy va harbiy jihatdan ig'ir qiyinchilikqa tiqib qo'ydi. Netanyahu o'z hokimiyatini saqlab qolish va ichki buhrondan qutulish uchun Amerika orqali Suriyaga besim ishlatib, Suriya armiyasining Livanga kirib, Hezbollah bilan to'qinishni qo'lga keltirmoqchi bo'lgan. Shari bu plandan xabar topgandan keyin intayin jimjit holda bir strategiyalik tuzoq qurdi. Masalan, Suriya armiyasi Livan va Iroq chegarasiga tanka va ig'ir zamonaviy zambiraklar bilan to'lgan zo'r turkumdagi qo'shinni yo'tkidi. Taratqularda bo'lsa, Hezbollahning Suriya bexatarligiga qilayotgan tahdidlari haqida to'xtamay bayonotlar berildi. Bu ahvol sirtdan qaraganda Suriyaning Amerika besimiga bo'y ekkandek va Hezbollahga qarshi urushga tayyorlanayotgandek bir manzarani yaratdi. Suriyaning chegara taktikasini Shari Amerikaga taslim bo'ldi va mening planim amalga oshdi deb xato tushungan Netanyahu Isroiliyadagi o'ziga qarshi g'azablangan xalq oldida cho'ng bir bayonot e'lon qilib, "Men sizlarni Hezbollah tahdididan mangulik qutqizaman va ularni qurolsizlantirman" deb va'da berdi. Netanyahu Suriyaning Hezbollahni urushiga to'liq ishongan edi. Netanyahu xalqqa va'da berib bo'lgandan keyin prezident Shari tuyuqsiz buyruq tushirib, Livan chegarasiga o'rinlashtirilgan barliq ig'ir qo'shinlarni kayniga chekindirdi. Suriya harbiy qo'mondonlik shtabi taratqularga bu harakatning faqatla chegarani qo'g'dashning normal xizmati ekanligini jakarladi. Buning bilan Netanyahu yolg'iz qoldi va Shari qazgan tuzoqqa tuduq tushdi. Damashq siyosiy hokimiyati bugun xuddi qahva ichgach jang maydonini tomosha qilayotgan bir shaxmat ustasidek rohat pozitsiyada turmoqda. Ammo Netanyahu uchun vaziyat intayin ig'ir bo'lib, uning oldida ikkili tanlash qoldi. Biri Netanyahu va'dasidan yanadi. Buning bilan Isroiliya ko'chalaridagi namoyishlar texmo avj oladi. Hukumat yiqiladi. Netanyahu saylamda mag'lub bo'lib sotlanadi. Yana biri bo'lsa, harbiy mutaxassislarning fikricha, Suriyaning yordamisiz Livan ichiga kirish Isroiliya armiyasi uchun bir qabristonlik bo'ladi.
Bumu hökumətning və Netanyahuning siyasi hayotining tugishini keltirib chiqardi. Xulosalaganda, bu siyosiy və hərbiy manevr Yaqin Sharq diplomatiyasida qurol kuchining emas, balki psixikalik urush və strategik sabrning qanchalik muhim ekanligini ko'rsatib berdi. Ahmad Shari Netanyahuning hokimiyatni saqlab qolishdagi ojizligi va aldiroqsonligidan foydalanib, hech qanday urush qilmay turibla Isroiliya rahbarligini o'zini vayron qilish girdoviga olib keldi. Suriya va Livan bo'lsa, qo'shni ikki davlat zamonaviy tarixda tunji qatim bir-birini barobar ko'rishni o'rganyapti. Bu ahvol qachongacha davomlashadi? Buni oldimizdagi kunlarda ko'ramiz.